Mana do'stlar, hozir Instagramda rosa ham trendga chiqqan. Oxirgi payt mana ko'ryapsizlar, do'stimiz Azimjon polvonni oldiga kelganman. Dubaydagi o'sha yoqdan yo'l bosib. Shu kujunalarni ko'p ko'rdim, to'g'risi ko'p ham ishonmadim. O'shanga keldim. Rostdan ham haqqoniymi yo'qmi tekshirgani keldim. Birinchi akamga 80 kiloni beramiz. 80 kilo. Buni 120 kilo oling. Ko'pchilik biladi. 20 kilo. Chiqarib olish kerak. Deydi. Ona qizyapti. 150 kilo oling. Ko'pchilik qo'ldan o'tgan qayri ko'ring. Shor bo'ladi aka. Ha. Endi o'zidan ko'ramiz. Biz ham harakat qildikmi? O'zini sinamoqchi bo'lganlar kelaveradilar. Gap yo'q. Hozir ishlab turasizlar, haqiqatan ham mehnat bo'ldi. Endi yana sizga bitta Spartuni yana noto'g'ri o'yladim. Do'stona Spartuni interes. Shu toshda ha olaman, men olganda olishga harakat qilaman. Harakat qilaman. O'zimizkilar padishkada bo'lib turasiz. Toshlarning og'irligi 32 kilodan 64 kiloga. Ingichka barmoqda sizga shart. Men ham harakat qilib ko'raman. Ko'tara olmasam ko'zimga qilaman. Ya bo'lmadi. Akamga lekin gap yo'q, aka. Do'stlar, padishkada bo'lib turasizlar. Azimjon bilan yana nimadan challenge qilaylik? Kommentariy yozib ketsalaring, biz tayyormiz. O'zbekiston padishka qilib turamiz.